New York vaqt gazeti 1 avgust e'lon qilgan obzorda deyilishicha, YouTube va Instagram supsida minglagan, yuz minglagan ergashuvchisi bo'lgan vlogerlar, ya'ni video blogerlari Xitoyga sayohatga kelib, mang'an turgan yegan ishkallarni video qilib tarqatgan hamda Xitoy shaharlaridagi taraqqiyot va gullanishlarni davron qilgan. Orqadan Xitoyning davlat taratqullari ularni ziyorat qilib, davlat ichi va sirtidagi taratqular orqali ularni texnik ko'p tashviq qilgan. Xabarda aytilishicha, Xitoy taratqullarining bu vlogerlarni tashviq qilishdagi maqsadi birinchidan Xitoy iqtisodini jonlantirish, ikkinchidan g'arb davlatlarining Xitoyga qarshi so'zlarga g'arbliklarning og'zi orqali raddiya berish, uchinchidan Uyg'ur elidagi Uyg'ur qatorliq millatlarga yurgizayotgan jinoyatlarni davomli inkor qilish ekan. Holbuki Sharq Turkistonga borgan muxbirlarning emas, sayohatchilarning har doim ta'qib nazoratga elindiganligi, yerlik kishilar bilan paranglashganda daxli tarrizga uchraydiganligi ko'pdan beri ma'lum bo'lib kelayotgan edi. Ma'lum bo'lishicha, Yakanning Do'mbaq yesida tug'ilib cho'ng bo'lgan, Tulug'otur maktabni bitirgandan keyin o'zligidan o'rganib, ingliz tili, arab tili va xitoy tilida ravon so'zlasha saviyaga kelgan va bu iqtidoriga tayanib, Yakan Urumchi, Dubay, Istanbul va Marokashlarda tijorat bilan shug'ullanib tirikchilik qilib kelayotgan Ubul Hashim Tursun 2018-yili 3-oyning 7-kuni Eronning Imom Humayni aerodromida tutqun qilingan va Xitoyga qaytarilgan. Qrim xabar agentligining yaqinda xabar qilishicha, Ubul Hashim Tursun qaytarilgandan keyin 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Xitoy Sharq Turkistonda Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qilayotgan zulmning erkin dunyoga tarqalishining oldini olish uchun rayonda ko'p yillardan buyon ijtimoiy taratqularga keng ko'lamli ijtimoiy cheklash va ta'qib qilishni yo'lga qo'yib kelmoqda. Xitoy doiralari X, WhatsApp, Instagram va Facebook qatorli xalqaro ijtimoiy aloqa suplarni cheklash orqali rayondagi aloqa va uchurdan tang bahramon bo'lishni qattiq kontrol qiladi. Bu ahvol dunyoning Xitoydagi kishilik huquq dafsandichiligiga bo'lgan andishasini kuchaysimi, vaziyat yana davomlashmoqda. Mutaxassislar bu cheklimlarning shaxslarning aloqa erkinligini cheklab qolmay, kishilik huquq dafsandichiligiga oid uchurlarning dunyoga oshkorlanishiga to'sqinlik qilganligini o'tirg'a qo'ydi. Yevropa İttifaqının tashqi siyosatga mas'ul yuqori darajalik vakili Josep Borrell Qozog'istonni rasmiy ziyorat qilgandan keyin Yevropa İttifaqının Qozog'iston bilan bo'lgan munosabatdagi aktiv harakatlantirgich kuchni davomlashtirishni qaror qilganligini bildirdi. Josep Borrell 1 avgust Qozog'istonni rasmiy ziyoratda bo'lib, Qozog'iston prezidenti Qosim To'qayev va Qozog'istonning muavin bosh ministri va tashqi ishlar ministri Murat Nurtliyev bilan ko'rishdi. Borrell rayon gullanishi va xalqaro muqimlik o'rtaq manfaati uchun munosabatni taraqqiy qildirishning zarurligini ta'kidlab, Qozog'istonning strategik jo'grafiyalik o'rni muhim, Yevropa bilan Osiyo o'rtasidagi cho'ng ko'rik dedi. Yaponiya Kaspiy dengizi orqali Rossiyani sirti qoldirib, Turkiya davlatlari bilan Yevropani tutashtiradigan savdo yo'lini barpo qilishga yordam beradigan. Yaponiya vaqt gazetining xabariga qaraganda, bosh ministr Fumio Kishida kelgusi bir necha hafta ichida Qozog'istondagi 5 davlatning rahbari bilan ko'rishib, O'rta Osiyoga iqtisodiy yordam berish planini e'lon qildi ekan. Tokio imkoniyatli sijil iqtisodiy taraqqiyotga yordam berish orqali Xitoy bilan Rossiyaning ta'siri kuchli bo'lgan bu rayon bilan bo'lgan aloqasini kuchaytirishni maqsad qilgan. Egilinishcha, Kishida 9 avgustdan 12 avgustgacha O'zbekiston, Qozog'iston va Mong'oliyalarda ziyoratda bo'ladi ekan. Qozog'iston davlatlik statistika idorasi 2024-yili 7-oyning 1-kunigacha umumiy nüfusning 20.159.707 ga yetganligini e'lon qildi. Bayonotda yaqinqi 6 oy ichida nüfusning 125.867 odam ko'payganligi, 7.289 kishining Qozog'istonga ko'chish natijasida Qozog'iston fuqaroligiga erishganligi, 118.579 kishining tabiiy ishish natijasida xotirlanganligi o'tirg'a qo'yilgan. Egilinishcha, Qozog'istonda qozoqlar nüfusning 70%dan ko'pragini tashkil qiladi.